Ey insonlar, o'lmaydiganda ish qilishadi. Shu birovni essa, qasdini olsa, hasadi ko'rolmaslik. A inson esingdan chiqazma, mo'minmisan? Ikkita farishta yozib turibdi, har bitta og'zingdan chiqqan gapni. Shu gapingga sen qiyomatda bu yozilib qolyapti bu gaplar-ku. Shuni isbotlab berasanmi? Shu gaplarni tasdiqlay olasanmikin? Birov unaqa, undoq qilibdi, bundoq qilibdi. Shu gaplarni gapiryapsan. Hali o'zi qancha bitta gunohlaring bor, lekin mana shu Allohning oldida qanday isbotlaysan-kin agar shu inson o'sha ishlarni qilmagan bo'lsa? Tilga ehtiyot, ko'ngilga ehtiyot, ko'ngilni inson ravshan qilish kerak, ko'ngilni inson poklash kerak.